Oshqozonni qisqartirsak keyinchalik nima bo'lmaydimi, yomon bo'lmaydimi? Xudoga baraka. O'sha qisqartirishda vazn tashlaymiz a? Ha, albatta vazn tashlaydi. Agar semizlik bilan aziyat chekayotgan bemorlar bo'lsa, albatta uni oshqozonni qisqartirishda natijasi zo'r bo'ladi. Endi har xil tushuncha bor-da. Oshqozonni qisqartirsak, keyinchalik yana katta bo'lib qolar ekan oshqozon yoki bu oshqozonni bir funksional o'zgarish bo'lib o'lib qolar ekan degan har xil miflar bor-da. Mana shu nimaga miflarga, mana shu har xil tushunchalarga ustoz mana o'zingiz 20-25 yillik umumiy jarroh, mana Litva, Germaniya, Turkiyalarda malaka oshirgan, bir kunda 6 test operatsiya qiladigan mutaxassis sifatida bizga tibbiyot tilida maslahat bering. Oshqozonni qisqartirsak muammo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Qachonki o'sha shifokor, ya'ni amaliyotni bajargan doktorda tavsiyalarni albatta o'sha aytgandek qilib bajarib yuradigan bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana bizda deylik 140 kilo vesimiz bor. Oshqozonni kichraytirishga siz tavsiya berdingiz. Ha, misol uchun. Yana kimdadir qanaqadir muammolar bor ichki organlarda. Qachon sizga uchrasak bo'ladi? Bizga yakshanba kundan tashqari har kuni soat 8:00 dan 17:00 gacha bemalol kelib murojaat qilishlaringiz mumkin. Shu kompusda? Shu kompusda. Gap yo'q ustoz, beshta oling. Mana shu ustoz sabab nechta inson hayotga qaytgan desak bo'ladi. Haqiqiy hayotimizdagi ko'zimiz bilan ko'rib turgan qahramonlarimiz, oltin qo'llar, mana shuncha gramatalari bor. Xohlagan odamdan Hochaga Barakam haqida so'raylarida, chempion mana shu odam deydi. Qabullarga kelish uchun manzilni yozing, lokatsiyalarni tashib beraman, savolinglarga tayyormiz. Ekraning nomeriga telefon qilasizlar, videoingizni tarqatib yuboringlar. Kimiki ichki organlarda muammosi bo'lsa, ustozni oldiga bitta kelasizlar.